Assalomu alaykum barchaga do'stlarim. O'zbekcha tandir somsa yemaganimga 1 yildan oshibdi. Kim qancha vaqt bo'ldi yemaganiga tandir somsani? Men Turkiyaga kelganimga 1 yildan oshdi. Tandir somsani juda ham sog'indim. Baribir tandir somsa boshqacha bo'ladi-da. O'zlaring bilasizlar, lekin bu bizda tayyorlanmaydi. Bilmayman qaysi viloyat somsasi. Bizda bilasizlar qat-qat bo'ladi, Samarqand somsasi. Bu esa bilmayman qaysi viloyat somsasi. Menda videosi bor edi, internetga bir qo'yib hammani ishtahasini ochayin dedim. Keyin ishtahalaringni ochdim. Inshaalloh Xudo xohlasa bir kun O'zbekistonga borsam, yopaman-da mana shunday qilib ikkiga bo'lib internetga qo'yib hammani ishtahasini ochaman menim. Xudo xohlasa nasib qilsa. O'zimizda go'sht, o'zimiz taomlar, o'zimiz somsalarga yetadigani yo'q-ya. Mana. Buni ko'rib juda ham sog'inib ketdim somsalarni. Somsani sog'inganlar yana nechtamiz yozib ketinglar. Somsani, mantini, lag'monni, oshni juda ham sog'indim.